Taala Qur'oni Karim'de aytadi: "Men kana fi hadihi al-a'ma wa huwa fil akhirati a'ma." Kim bu jashoda soqir bo'lsa, qiyomat kunida soqir bo'lib tiriladi dedi. Al ne bu ko'zning soqirini aytgan joqda qaysi soqirlikni aytadi desa, jurakda. Jurakdik. Ne desa, evri haqiqatni aytsan qabul olmaydi-ku, qabrda azob bor, rahat bor desang, qabul olmaydi. Beyish bor, to'ziq bor desang, sen borib ko'rib kelding bile deydi. O'sha jurakdan soqir bo'lgan kishilarda aytadi-da. Siz biz ko'rbesdan ishongancha musulmonmiz. Ko'rgandan kafir deb ishonadi qiyomat kuni. Biroq kech bo'lib qoladi-da. Shuning uchun musulmonlik o'sni, siz biz ko'rbesdan ishongancha musulmon bo'lgan uchun Alloh subhanahu va taolo siz bizga Qur'onni bergan. Qur'oni Karimga amal qilish uchun, shuni o'qish uchun, amal qilish uchun, boshqalarga yetkazish uchun Qur'oni Karimni siz bizga bergan inshaalloh. Shu harakat qilaylik, Qur'oni Karimni jottaylik, o'qiylik, yana boshqalarga yetkazaylik inshaalloh. Kim Qur'onga amal qildi, al baxtli. Kim Qur'onni tashladi, al baxtsiz. Qur'oni Karim Allohning so'zi, Allohning hukmi, Allohning va'dasi Qur'oni Karimning ichida. Barliq narsa bor. Har bir so'rovingizga javob Qur'oni Karimda bor.